Alo, Alo? Sitor senmisan? Ha, menman. Raqamingni zo'rg'a esladim. Ha, menman. Durdon, senmisan? Ha, menman. Bugun xo'jayinimlar menga telefon sovg'a qildilar. Oh, zo'r-ku. Bitta seni raqaming esimda. Telefon qilay degandim. Yaxshi qilibsan, o'rtoq. Yaxshimisan, yaxshi yuribsanmi? O'zing yaxshimisan, bolalaring yaxshimi? Ha, yaxshi. Katta bo'lib qolgandir-a? Ha, katta bo'lib qolishdi. Shu desiz, bilasiz. Keyingi haftaga dadamning tug'ilgan kunlar. Xudo xolasa. Aka-ukalar pul yig'ib, bu narsa olamizmi degandim. Akmal. Ishlarim yurishmayapti-ku, bilyapsan-ku. O'zi rosa bo'ynimgacha qarzga botganman. Shu safar qo'yib tura qolgan shu ishni. Shu dugonajon, Instagram, Telegram ochmadim hali. Chunki yangi telefonda deyarli hech narsa yo'q. Unda tezroq ochib ol, kutib o'tirasanmi? Hozir hamma yangilikni Instagramdan ko'ramiz-ku. Yo'q-e. Ha, Bo'lmasa shunaqa qilaman. ha, shunaqa qil. Lekin Umid akami jahllari chiqsa-chi? Yo'q, qo'y, tinchgina ochmaganim yaxshi. Voy, nega endi jahllari chiqarkan? Hozir bu zamon talabi. Unda yashir. Uyda o'zing qolganingda ular yo'qligida ishlatasan. Hamma dugonalar bir-birimizni shirtni ko'rib gaplashamiz-ku. Gruppalari bormi o'rtoqlarimizni? Ha, albatta. Qanaqa bo'larkin-a? O'ychi o'yin o'ylaguncha tavakkalchi ishni bitiradi. O'ylab o'tirma. Tez-tez och. Unda ochsam seni qanaqa topaman? Voy, sen och, seni o'zim topib olaman. Mazza qilib gaplashamiz, rasmlar, videolar jo'natamiz. Och, keyin senga aytaman. Xo'p, unda mayli. Umid akamdan ruxsat so'rasam yaxshi bo'lardi-da. Voy, namuncha lallayasan? Shuni ham so'raysanmi? Bo'pti, hech narsani o'ylama. Ovqat qilayotgandim, yana gaplashamiz. Xo'p, bo'pti, ehtiyot bo'lgin. Xo'p. Xo'p, mayli. Instagram yuklasam. Mana hozir. Kim? Men. Assalomu alaykum, Zamira opa, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Rahmat. O'zingiz qalaysiz? Yaxshi. Xudoga shukr, yaxshi. Shuncha qarzingiz bo'lib turib, yaxshiman deyishingizga qarang. 3-marta so'rab kelyapman. Lavz bormi sizda? Olgan pullaringizni qachon qaytarasiz menga? Haligi qaytaraman, Umid akamdan so'rashga biroz uyaldim. Albatta qaytaraman. Axir aldab ketmayman-ku. Ulardan xijolat bo'ldim, so'ragani Umid akam ishlari unchalik yaxshi emas. Men sizga oyimla davom beraman. Ha. Ozgina sabr qilib turing. Nega sabr qilar ekanman? 2 oydan beri shunaqa deyapsiz. Nima, menga pul kerak emasmi? Men sizga u pullarni ehson qilganim yo'q. Zamira opa, nega unaqa deysiz? Hozir rostdan ham pulimiz yo'q edi. Qarang-a. Pulingiz yo'q, lekin telefonlasiz, a? Shunaqami? Bu nima deganingiz? Ha? Telefon deysizmi? Ha? Eringiz Umidjon telefon sovg'a qilganini bilmaydi deb o'ylayapsizmi? Shuni o'rniga qarz pulingizni bersangiz bo'lardi. Agar berishni xohlamasangiz, Umidjondan borib o'zim so'rayman. Yo, opa, Umid akamdan so'ramang, iltimos. Uzoq 2 kun. 2 kun vaqt bering, 2 kunda qaytarib beraman. Mayli, lekin oxirgi safar. Agar 2 kunda qaytarmasangiz, mendan
qo'rqing, yaxshilikka olib bormaydi keyin. Boshqa nozlaringizga qarab o'tirmayman. Keyin xafalashib qolamiz, Durdona. Yo, opajon, va'da beraman. 2 kun vaqt bering, iltimos. So'z beraman sizga. Bo'pti, mayli, ko'raman. Men ketdim. Voy, ertalabdan nima taqir-tuqir qilyapsan? Assalomu alaykum. Yaxshi dam oldingizmi? Yaxshi emas. Nega? Tushunmadim. Nima bu? Yaxshi dam oldingizmi? Men senga savol berdim. Qo'yma buni. Nima bu? Telefon, ha? G'ila emasman, ko'rib turibman. Telefoningga kelgan narsa nima bu? Kimdan bu SMS? Senda nima ishi bor bu odammi? Och buni. Bilmadim. Dugonam Zarinani Instagrami menda edi. Menga Instagrami ulangan. Meni telefon... Bu menga qara. Nega aldayapsan? Nega to'ldiryapsan? Yo, sen nima? Zarina sekretarimsan? Ochma buni. Och dedim. Nega telefoningga parol qo'yding? Yo, mendan bekitadigan biror siring paydo bo'ldimi? Yo'q. Bo'pti, mana hozir. Och. Kim bu? Kim? Bilmayman. Nima ishi bor senda? Dugonam meni Instagram profilimdan foydalangandi. Nima? Kuni. Dugonangning o'zining telefoni yo'qmi? Yo, men senga telefonni dugonalaring foydalanish uchun berganmanmi? Aldamayapman, Umid aka. Zarinaning telefoni yaxshi ishlamayotgan ekan. Hey! Meni telefonimdan foydalangandi. Menga qara. Sen Zarinaning sekretarimisan? Uni SMS'larga javob berasan? Umid aka, menga ishonmaysizmi? Men sizga xiyonat qilmayman. Menga ishoning. Durdon. Yana bir marta shu hol takrorlansa, to'g'ri ketasan. $15,000 qarz berib tur. Ishlarimni joyiga qo'yib olay. Hali yangi boshlagan biznes planim bo'yicha boradigan bo'lsa, ko'rasan. 3 oyga qolmay qaytaraman. Aka, mana shu mashinani boru o'rtog'im tiqishtirgan. Yarim pulini bersang bo'ldi deb. Har kuni so'raydi. 3 oydan beri hali bir tiyin bera olmayapman. Shuni sotib yuboraman desam, endi qaytara olmayapti. Yo'q, sotma. Mashina zo'r ekan. Sotma, buyursin. Pul topiladi. Mayli, o'ylama. Bir chorasini topaman. Akmal, yana bir gap bor. Qanaqa aytishni bilmayapman, ukam. Nima bo'ldi? Gapirsangiz-chi. Faqat pul emas-ku muammo. Nima bo'ldi? Qani edi, pul bo'lsa qani edi. Pul emas-da. Keling. Oxirgi payt umuman tanimayapman. Xuddi Durdonlarni alishtirib qo'yganga o'xshaydi. Telefondan boshini ko'tarmaydi. Yursa ham telefon, yotsa ham, ovqatlansa ham telefon, hatto uyat bo'lsa ham aytaman, hojatxonaga ham telefon. Ja unchalik emasdir. Bugun ertalab ham shu telefonini deb ozgina gap talashdik. Bunaqada uyda baraka ham ko'tariladi-yu. Juda ham jiddiy ekan-ku bo'lmasam. Shunaqara. Shunchalik o'ylaydigan narsami bu, aka? Oddiy telefon bo'lsa olib qo'ying qo'lidan. Hozir hammada shunaqa. Kimdir nima bilandir band bo'lib turish kerak. Hamma telefonga bog'lanib qolgan bo'lsa. Gullar bilan. Oyi. Ustozimiz hamma she'rni o'rganib kelsin dedilar. Yordam bering. Hozir Sevinch. Bitta video. Oyijon, iltimos. Nima, men miyangga joylashtirib qo'yamanmi? O'qi, o'rganasan. Bor, narigi xonada o'tirib turgin, hozir chiqaman. Assalomu alaykum. Hammaga xayrli kun. Meni hurmatli obunachilarim. Assalomu alaykum.
Hammaga xayrli kun, hurmatli obunachilarim. Bugun sizlar bilan Oyijon, qornim ochdi. Sevinch, atilib qilyapsanmi? Bitta istoriya olishga ham qo'ymaysan-a? Bor, chiqib tur oshxonaga qara. Muzlatkichda u bu narsa bor. Olib ye. Xo'p, kechirasiz, oyi. Hozir bitta video oling, shunda chiqaman yoningga. Bitta istoriya olishga ham qo'ymaydi. Assalomu alaykum. Hammaga xayrli tong. Yaxshi dam olib turdinglarmi? Mana meni turmush o'rtog'im. Assalomu alaykum. Adajonisi yaxshi dam oldingizmi? O'chir kamerangni. Esing joydami? Nima? Bitta uyga bitta bloger yetadi. Nima, erimligingizni ham bilishmasinmi? Yo, ayolingiz ekanligimdan uyalasizmi? Menga qara. Men Dayus emasman, tushundingmi? Ayolni ko'z-ko'z qilib qo'yadigan. Menga qara. Boshqa qayta bunday video olganing ko'rmay, tushundingmi? Xo'p. Internet olamida siz nimani ham bilardingiz? Voy, sen hamma narsani bilasan. Shu ikkalamizga ham yetadi, tushundingmi? Mana o'sha. Bor ichkarini yig'ishtirib qo'y. Bor dedim. Alo. Ho, Akmal, nima gap? Qalaysan? Yaxshi, rahmat. Nima masalada? Tinchlikmi? Bo'ldi. Xo'p, bo'pti, bo'lmasa ishdan chiqqandan keyin ko'rishamiz, zavr emasmidi? Aytib turibman-ku. Bo'ynimgacha qarzga botganman deb. Sen bo'lsang yana xarajat deyapsan. Men hech narsa qizg'anmayman. Lekin pul bo'lmasa qayerda? Axir yoshlari ham katta bo'lib qoldi. Sovg'a salomga qiziqmaydilar. Endi baribir tug'ilgan kunlari bizdan nimadir kutadilar-da, aka. Nima qilsak bo'larkin-a? O'z aksiga olib bittasidan ozroq pulimni qaytarib olgandim. O'shanga kecha keningga telefon deb 3 oydan beri miyam yedi. Chakaga o'cha qolsin deb telefon olib bergandim. Aksiga hamma pullarimni shunga ishlatib yubordim. Keningga telefon berdingizmi? Nima qilibdi? Nima yoqmayaptimi? Ha, endi aytaman-da. Uyda zerikib qolyapti. Uni ustiga mana ishlarim uchirishmayotganiga ko'p uyda mojarolar chiqyapti. Shunga ozgina ko'ngli ko'tarilar. Shu bilan chalib qolar dedim-da. Bo'lsa, men ham beraman-ku. Otamdan qizg'anmayman-ku. Ha, shunaqami? Lekin dadam kutadilar-da kattaroq narsa. Akmal. Vaziyatimni ko'rib bilib turib, sen shunaqa qilsang begonadan nima kutay? Sharoiting yaxshi. Sen o'zing olaver ko'nglingdagi narsani. Xohlasang ikkalamiz birga topshiramiz, xohlasang o'zing topshir. Nima xohlaysan mendan? Atay qilayotganim yo'q-ku, yoki menga yoqyapti deb o'ylayapsanmi shunaqa yurish? Endi rosti keling 3 oydan beri quloq miyamni yeganiga shuni chakaga o'cha qolsin deb olib beruvdim. Endi bolalarga qaraydi, ular bilan ovora bo'ladi. Uyda kun bo'yi. Uni ustiga xuddi men ham ishim yurishmayotganiga katta o'g'liday bo'lib qoldim. U ham chalg'ish kerak-ku bechara ham. Rosti adamni tug'ilgan kunlari ham esimdan chiqib qopti. Mana tashvish g'amlar bilan. Xullas, Akmal, bosh og'ritma. Ishlaring joyida. Topish tutishing zo'r. Mana bu mashinangning pulini bu safar sal kamroq bersang, chiroyli sovg'a olamiz. Ikkalamiz tabriklaymiz otamizni. Berganim yo'q dedim-ku 3 oydan beri. Haydab yuribman, qaytarib berib yormayman-u. Sizdan so'rarmidim bo'lmasa. Bo'lmasa bunday qilamiz. Kenayimga indamang, men ham xotinimga indamayman. Xo'sh, O'zimni bu narsa olamanda, akam bilan birga oldik, deymanda berib yoraman. Siz gapirmang bo'ldi. akam bilan birga oldik dema. Keyin eshitsa quloqni ham yeydi. Pulingiz yo'q, bunga pulingiz bor deb. Tushuntirib yuboring bo'ldi. Sharoitimni bilib turib shunaqa qilardi deng bo'ldi. Bo'pti, xo'p. Bo'lmasa o'zing amalla, bilganingni qil. Sen aqllisan-ku.
Nega bunaqa paytda mendan maslahat so'rayapsan? Boshqa payt maslahat so'ramaysan-ku. Yaxshimisiz? Kim bu? Ismingiz Durdonami? Ha, Durdona. Sizni kimgadir juda o'xshatyapman. Rasmingizni jo'nata olasizmi? Tushunmadim. Qanaqa rasm? Mayli, hazillashdim. Siz bilan do'stlashmoqchiman. Meni yigitlardan do'stim bo'lishi mumkin emas. Men oilaliman. Oilali qizlarda do'st bo'lmaydimi? Menimcha bu noto'g'ri. Nimasi noto'g'ri? Do'sti noto'g'ri tarafi bo'ladimi? Yaxshi emas. Xohlamaysizmi? Meni oilam bor. Meni xafa qildingiz. Nega endi? Men mayli do'stona yozishib turamiz. Faqat ortiqcha bezovta qilmaysiz. Albatta, ismim Kamron. Meniki Durdona. Xursandman. Mayli do'stim, vaqtingiz olmay. Ertaga yozishamiz. Mayli. Durdona opa, siz bilan ozgina gaplashgani keluvdim. Uyda to'g'risini aytsam, zerikib ketdim. Ha, yaxshi qilibsiz. Men ham zerikib o'tirdim baribir. Yaxshi. Voy, o'vsin, yangi telefon oldingizmi? Ha, Umid akam sovg'a Bir qildilar. ko'ring. O, buncha zo'r. Yana qimmatgina model ekan, a? Ha, nimasini aytasiz? Mazza qilib Telegram, Instagramlarga rasmlar qo'yyapsizmi?
Yo'q, men uncha yaxshi tushunmayman. Instagramni ham yaqinda ochgandim. Umid akam bilmaydilar. Nima qipti bilsa bilursinlar. Rasmlaringizni qo'ying. Ko'rganlar kuyi bo'lsin. Baribir dugonalaringiz, qarindoshlaringiz ko'radi-ku. Umid akam xafa bo'lmasinlar deyman-de. Nega xafa bo'ladi? Bu arzimagan narsa-ku. Ruxsat olmaganman. Instagram ochib olganimni ham bilmaydilar. Baribir Instagram ochibsiz endi. Shunaqa qilsammikin, bir og'iz uchini chiqarib qo'ysam yaxshi bo'larmidi? To'g'ri, birovdan eshitgandan ko'ra yaxshiroqmi deyman-da. Rasm videolar hammani ko'ryapman. Zo'r rasm videolar qo'yib, Instagramni rivojlantiryapti. To'g'ri. Menda ko'rsiz, odamim ham yo'q hali. Ha, sekin-sekin 5-6 bo'ladi. Yaxshi. Lekin zerikkanda telefon yaxshi ekan. Ovinib o'tiribman. Instagramda qizlarni ko'rib, magazinlarni, kiyim-kechaklar hamma shu yerda ekan. Yaxshi. To'g'risini aytsam, men bunaqa narsalardan zerikib ketdim. Menda esa yo'q, chunki men endi qiziqyapman. Chunki yangi ochdim. Bilmasdim. Eshitardim, Ha, shunaqa. tushunmayman. Hozir ham yaxshi tushunmayman. Bitta o'rtog'im o'rgatib turadi. Uni qil, buni qil deb. Yaxshi. Agar xohlasangiz, men sizga o'rgatishim mumkin. Yaxshi bo'lardi, siz yaxshi tushunasiz. O'rgatsangiz Faqat bo'lardi. oldin Umid akadan ruxsat so'rasangiz bo'lardi-da, ular bilan birorta muammo bo'lib, o'rtada qolib ketmay. To'g'ri aytasiz. So'ring o'zlaridan avval, keyin yirtamiz. Qorningiz ochmi? Mayli, Bu narsa nimadir yengil shirinlik bo'lsa. bor. Shirinlik olib kelaman. Mayli. Ketganimdan keyin berarding shirinlikni. Tavba. Ha, Durdonaxon, rasmlar qalay chiqibdi? Sizga yoqdimi? Qanaqa rasm? Nimani aytyapsiz? Instagramga kirib ko'ring. Sen mendan qo'rq degandim-a? 2 kunda qaytarmasang qarzlaringni yomon bo'ladi degandim. Qalay bo'pti endi? Zamira opa, bu nima qilganingiz? Sizni nima haqqingiz bor? 4 so'm pul uchun meni sharmanda qilmoqchimisiz? Ha, nima Qanday qo'lingiz bordi? Men senga o'xshab ko'ngli noziklardan emasman. Uni ustiga hech kim senga o'z rasmlaringni Instagramga yuklagin demagan. Sen joylabsan, men ozgina Photoshop qildim xolos. Samira opa, buni Umid akam ko'rsalar. Ha, Umid akangiz ko'rsa yomon bo'ladi. Shuning uchun oldinroq o'ylash kerak edi. Jon opajon, o'chirib tashlang bu rasmlarni. Umid akam ko'rsalar nima bo'ladi bilasizmi? Bugun kech payt kelsalar, ishdan kelsalar pul so'rab olib beraman. Opajon, iltimos oilamni buzmang. Bekorlarni Bolam bor aytsan. bilasiz. Oldin qarzni qaytar, keyin o'chirishni o'ylab ko'raman. Zamira opa, Umid akam kech payt ishdan keladilar. Qanday qilib ungacha so'rayman? Kelsalar so'rab beraman. Men seni ogohlantirdim necha marotaba. Ko'p aldading. Qancha sarson qilding meni. Endi yana uyalmay mendan vaqt so'rayapsanmi? Hech ham oldin pullarni qaytar, keyin o'ylab Zamira ko'raman opajon, o'chirishni. sizni ham bolalaringiz bor-ku. Qizim bor axir. Shu bolajonni o'ylang. Aytgancha, meni shuncha sarson qilganing uchun, ko'p kuttirganing uchun qarz 2 barobar bo'ldi, bilib qo'y. Nima? Qanaqasiga? Shunaqasiga. Bu sutxo'rlik emasmi, opa? O'zi sharoitimni bilasiz-ku. Hozir Umid akam ishlari yaxshi emas, Menga bilasiz-ku. farqi yo'q. Sutxo'rlikmi? Telefon olishga sharoiting bo'ladi. Qarz so'rab kelsang, sharoiting yo'q, pul yo'q. Mayli. Yaxshi qol. Opajon, iltimos o'chirib yuboring rasmlarni. Zamira opa. Uf, nima qilaman endi?
Qanaqa qilib o'chiraman bu rasmlarni? Of! Jin ursin! Umid akamga nima deyman? Ko'tarsizchi. Alo Azizaxon, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat, yaxshi. Nima gap? Sizdan bitta muhim narsani so'ramoqchi edim. Nima ekan? So'rang. Instagramni tushunasiz, to'g'rimi? Ha, tushunaman. Nima qilibdi shunga? Men haligi 2-3 rasm joylagandim. Xo'sh. Shuni kimlardir bilmayman, Photoshop qilib tarqatib yuborishibdi. Men qanaqa o'chirsam bo'ladi? Buni bilasizmi? U rasmlarni aytyapsizmi? Men ham ko'rdim. Yo'q, siz ham ko'rdingizmi? Azizaxon, iltimos yordam bering. Voy, nega sizga endi yordam berishim kerak ekan? Hechimda. Nima, boshqa qiladigan ishim yo'qmi? Battar bo'ling. Azizaxon, bu nima deganingiz? Bu deganim, o'sha rasm eris ko'rguncha internetda turadi degani. Sizga yordam beradigan ahmoq yo'q. Siz hammamiz sharmanda qildingiz. Eris ko'rsin qanaqa ayol ekaningizni. Azizaxon, men hech narsa qilmadim, chin so'zim. Bilib turibsiz-ku Photoshopligini. Xo'p, Photoshop ekan. Ha, erisga ham shunday deb qo'ya qoling. Nima qilibdi? Bo'pti. Alo, Azizaxon. Alo. Endi nima qilaman? Oyi, sizga kelganingizdan beri tushuntiryapman axir. Tushuntirma menga qizim. Oyi, biror narsa qilaylik. Nima biror qilamiz? narsa. Ey ahmoq, erli ayol ham Instagramga narsa joylashtiradimi? Oyi, men joylamadim. Jo'natishga jo'natibsan, o'chirib tashlamaysanmi? Oyi, men jo'natmadim bu narsani. Buni Photoshop qilishgan. Oyjon, bir narsa qilib bering, men taraf qilganim yo'q. Qilgan ishingdan o'rgildim. Ataylab qilgandirsan balkim. Buni nima farqi bor? Meni o'ldiradilar. Ha, baribir qilding-ku. Ering biladimi shuni? Bilib qolsa nima bo'ladi? O'zing pishirgan osh o'zingga endi. Kinoya? Oyi. Kinoya? Labi Elyorbek. Ha? Bu nima qilganingiz? Voy, Oilamiz shaniga dog' tushiribsiz-ku. voy. Hamma yoni sharmanda qilibsiz. Shunchalikka ham borasizmi? Yo'q. Elyorjon, men hammasini tushuntirib beraman hozir. Iltimos meni eshiting. Hammasi siz o'ylagandek emas. Nima men o'ylagandek emas? Voy, o'lay. Men hech narsani o'ylaganim yo'q. Endi nima Men bo'ldi? ko'rdim. Voy. Hammasini ko'rdim. Akamni Sharma. qanday ko'zingiz qiydi? Elyorjon, meni eshiting. Voy, voy, ey. Endi nima qilamiz? Elyorjon, meni noto'g'ri tushunyapsiz. Faqat akangiz bilmasin. Iltimos. Sharmanda. Jon Elyorjon. Oling qo'lingizni. Nimani bilmasligim kerak? Voy. Voy. Assalomu Voy, alaykum. Kevjon. Yaxshimisiz? Kepsiz. Keling, keling. Ha. Voy, men ketayotgandim o'zi. O'tirsiz bo'lardi, tinchlikmi? Yo'q, ishim bor edi. Ha, mayli, men ketdim. Mayli. Mayli, sog' bo'linglar. Sog' bo'ling. Tinchlikmi? Yana nimani boshladilaring? Nima bo'ldi? Nega onang unaqa shoshib chiqib ketib qoldilar? Nimani bilmasligim kerak, Elyor? Tinchlikmi? Yana nimani yashiryapsizlar? Umid aka, siz Tinchlikmi? Nima qildi? Nima do'diryapsan? sizga men hammasini tushuntirib beraman, Umid aka. Nimani tushuntirib berasan? Elyor, nima bo'lyapti? Tinchlikmi? Ayting, Kinoya. Mana aka, o'zingiz ko'ring. Keyin bilan o'zingiz gaplashib olarsiz, aka. Durdon? Nima bu?
Men sizga qog'ozni tushuntirib beraman. Buni Photoshop qilishgan. Nimani tushuntirib berasan? Xabarim yo'q edi Iflos! bundan. Nimani tushuntirib berasan? Nimani? Yo'qol! Yo'qol uyimdan! Umidaga qo'yib Uyimni harom qilma! Qo'yapti. Yo'qol! Boring. Yo'qol deyapman! Umid aka. Umid aka, meni eshiting. Ah! Kim menga ishonadi? Umid aka. Umid aka, oching. Umid aka. Oching, men qilganim yo'q. Qulog'im nima? Xudo! Photoshopku. Dada, yig'layapsizmi? Yo'q, Sevinch. Bitta kino ko'rgandim. Shu kinoni aktyorga o'xshab rol o'ynamoqchi bo'ldim. Shu narsa bo'lmayapti, jonim bolam. Oyim qanila? Oying ketdi. Bu uynikiga. Oyingni ozgina mazasi yo'q, xommi bolam. Shuning uchun oyim birpas bu uyim bilan yashab turadi. Biz ikkalamiz yashaymiz, xo'pmi? Xo'p. Xo'pmi, jonim bolam. Asali bolam. Zamiraxon, eshitdingizmi? Umidjon ayolini haydab yuboribdi. Ha, yo'q. Ha, shunaqa bo'pti. Qaytib kelmagin deb butunlayga ketkazib boribdi. Nega unday qildi, bilmayman. Durdonaxon yaxshi edi. Ha, endi odam molasi ichida bo'larkanda. Bunaqa xabar eshitganimda men ham haydab yuborardim kelinimni. Qanaqa xabar? Nimani aytyapsiz? Durdonani behayo uyatsiz rasmlari tarqalib ketgan. Eshitmadingizmi siz? Eri ham shuni ko'rib haydab yuborgan. Siz qayerdan bilasiz, Durdona unaqa ayol emasdi? Ha, o'zi bunaqa emasdi. Nima ham derdik? Hamma ayb o'zida. Siz nimaga shama qilyapsiz? Yoki sizni ham qo'lingiz bormi? Ozroq shunday desa ham bo'ladi. Nima hali? O'sha 4 so'm pul uchun oilani buzib yubordingizmi? Ha, nima qipti? Nima qipman? Ajab qipman, xo'p qipman. Kerak bo'lsa yana qilardim. O'zi aybdor hammasiga. Insofingiz bormi o'zi? Sizning ham farzandlaringiz bor. Bir kelinning nomini bulg'ab nima keragi bor edi? Aql o'rgatmasangiz-chi, qo'shni? Qo'ying-e. Sizni bunaqa ayol deb o'ylamagandim. Alloh insof bersin. Boring-e. Xayf sizday ayolga. O'zingiz ayol bo'lib turib, yosh bolaga shuni ravo ko'rdingiz.
Ketdimi? Oyi, endi Umid akam hech qachon kechirmaydilar. Ha, hali hammasini bilganda o'zi qaytib keladi, ko'rasan. Baribir o'zim aytishim kerak edi. Bekor yashirdim ulardan. Ovora bo'lganing qolardi, baribir u seni tushunmaydi hayotda. Yo'q, oyijon, ular meni tushunadilar. Umid akamni bilaman. Faqat kecha jahl ustida gapirib yubordilar. Meni eshitmadilar ham. Ko'rdingmi? Baribir o'zidan so'rashing kerak edi-da. Balki o'rinlarda men bo'lganimda men ham shunday deb o'ylardim. Mayli qo'yaver qizim, o'tib ketadi, hammasi yaxshi bo'ladi. Lekin oyi qachon? Qachongacha? Hamma ayb o'zimda bo'lsa. Ular menga shunchaki telefon sovg'a qilgandilar. Men esa ahmoqgarchilik qilib bu sovg'ani badalini og'ir to'latdim. Juda ham uyalib ketyapman. Bo'ldi qizim, o'ylama, hammasi yaxshi bo'ladi. Yarashib ketasan hali. Qaniydi? Kelib nima bo'ldi deb so'rasalar-u, hammasini tushuntirib bersam. Zamira opani qilgan ishlarini aytib bersa edim. Oyi, bilasizmi, ularni kechirishlari muhim emas. Shunchaki eshitishlarni, u narsa tuhmatligini bilishlarini xohlayman. Menda ayb bo'lishini xohlamayman. Hozir ishonchidan chiqib qolgandek his qilyapman o'zimni. Internetni deb, quruq tuhmatni deb oilam buzilib ketishini umuman xohlamayman. Oyi, Umid akamni ishonchlarini oqlay olmadim. Meni hech kimdan kam bo'lmasin deb menga telefon sovg'a qilgandilar. Mayli oyi, men kiyimlarimni yig'ishtiray. Yur qizim, men ham senga yordam berib boraman. Yaxshimisiz? Yaxshi Rahmat, yuribsizmi? yaxshiman. O'zingiz yaxshimisiz? Ha, yaxshi, rahmat. Mahallamiz tinchib qoldi-ya. Shunaqa. Nimasini aytasiz? Hamma o'zi bilan o'zi ovora. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Va alaykum assalom. Zamira degan ayol kim? Mabodo tanimaysizlarmi? Men bo'laman. Qizim sizdan qarz olgan ekan-a? Nega unaqa qildingiz? Ha, olgan. Qarz olgin mendan deganim yo'q. O'zi xohladi, o'zi so'radi. Unga hech kim eringdan yashir bularni degani yo'q. Aytsin edi eriga. Menga nima endi? U hali yosh. Ha, biror narsaga ko'ngli ketgan bo'lsa, olgandir-da sizdan qarz. Sizni ham qizingiz bordir. Meni oilam bilan sizni ishingiz bo'lmasin. Meni qizlarim yashirib birorta ish qilmaydi. Qilishsa ham o'zlari eplashadi. Hech kimi aldab sarson qilib yurishmaydi. Opa, sizga yaxshi gap bilan tushuntirib bo'lmayapti. Qo'limga pul tushishi bilan sizga qaytaraman. Qarang-a. Hali qo'lingizga qancha pul tushini ham bilmayapsiz-ku. Yaxshisi, men o'zim qaytarishga yordamlashib yuboraman. Qilgan ishlarimdan keyin qaysi oyog'ingiz bilan yugurib kelganingizni bilmay qolasiz. Voy, sen menga hali tahdid qilyapsanmi? Sen sirama meni. Qizimdan uzoqroq yur. Tushundingmi? Yaxshilikcha aytyapman senga. O'zim kelib hammasini to'layman deyapman.
Agar bordi yana bir marta qizim oilasini buzsang, o'zingdan ko'rgin. Eshitdingmi? Bor bilganingni qil. Bor. Odam bo'lmay ket. Xudo, siz oldingizga uzr so'ragani keldim. Qilgan ishlarim uchun afsusdaman. Gapirgan gaplarim uchun sizdan uzr so'rayman. Men ham xatolarimni tushundim. Qizim ham tushundi. Pushaymon bo'lib uyda o'tiribdi u ham. Bir qo'shningizdan pul olgan ekan. O'sha pulni vaqtida qaytarmagani uchun mana senga deb Instagramga rasmlarni chiqarib yuboribdi. Menga o'zi qizim yig'lab aytib berdi. Tushunasiz-ku, to'g'ri, u ham yoshda, qiziqib pul olgan. Vaqtida bera olmagan. O'g'lingiz ham ishi yaxshi bo'lmagan ekan. Endi kechiring, Xudo. Juda ham afsusdamiz. Endi siz ham Xudo, gapingizni o'ylab gapiring-da oldindan. Tagiga yetib, bilib bilmasdan gapiravermang. Biz kattalar urushib tursak, yoshlar nima qiladi? Ha, haqsiz. Yoshlarga yo'l yo'riq ko'rsatishimiz kerak. Mana qanchadan qancha yosh oilalar shu internet orqali buzilib ketyapti. To'g'ri aytasiz. Shu o'zi kerakmidi kelinga? Gapirsam xafa bo'ladi, ensasi qotadi. Hali yoshda. Ha, endi bizdan ayb o'tdi, Xudo. Kechiring endi. Har ishni bir yaxshiligi bo'ladi-ku. Agar kechira olsangiz, kechiring. Ha, mayli. Ayblarni tan olgan bo'lsa mayli. Bu yog'iga insof bersin-de. Mayli, men ham Umidjon bilan gaplashib ko'raman. Yoshlarni o'zlari kelishib gaplashib olishsin. Shunaqa qiling, Xudo. Ish qilib baxtli bo'lishsin bolalarimiz, Xudo. Sizdan uzr so'rayman. Oralarda bitta qizi ham bor. Yetim bo'lmasin deyman-da. Sizdan bitta iltimosim, Umidjon bilan yaxshilab gaplashib ko'ring. Juda qizim pushaymon. Uyda yig'lab o'tiribdi, ming afsusda. Umidjonni ham tushunaman. Iltimos sizdan, Xudo. Mendan o'tgan bo'lsa uzr so'rayman. Bilib bilmay sizni ham ko'nglingizni og'ritib qo'ydim. Kuyovimdan, Umidjondan ham kechirim so'rayman. Bilaman, qizim yuzini yerga qaratdi. Lekin tushuntirsa tushunadigan yigit-ku o'g'lingiz. To'g'rimi, Xudo? Xudo, iltimos gaplashing. Mayli, men gaplashib ko'ray. Mayli. O'zim keyin sizga xabar beraman. Mayli. Mayli, biznikiga ham boringlar. Uzr, men ham bora qolay.